Tushunyapsizmi? 24 soat ishlash shart emas. 25 soat sutkasiga ishlasang ham Alloh yozganni oshchasi kelmaydi. Kofir bo'lsang ham, fosiq bo'lsang ham, taqvodor bo'lsang ham o'sha rizq keladi. Bitta farqi iymonli, taqvoli bandaga barakasi bilan keladi. Fosiq fojirlarga o'sha rizq keladi, lekin baraka bo'lmaydi. Demak, bu oyatda bayon qilingan oddiy, sodda haqiqatni juda ko'pchiligimiz tushuna olmayapmiz hali-haligacha. Ajoyibda bu holatimiz. Insonga osmon va yerdan barakaning eshiklari ochilishini sharti oddiy. Iymon va taqvo. Demak, birodarlar, baraka iymonsiz odamda bo'lmaydi. Ha, onalarda puli ko'p, bu kofir bo'loncha milliard dollari bor desa, bo'lishi mumkin. Chunki ana shunday katta miqdordagi pulni qo'lga kiritish uchun sababni zo'r qildi-da u. Ana shu katta pulni topishligini, shunaqa katta rizqini kelishligini sababini qildi. Alloh odil zot. Pulini ko'p qilib qo'ydi. Qo'lida dunyoning matohi katta bo'lishi mumkin, chunki sababini zo'r qildi. Ammo bu kofirda puli ko'p bo'lsa ham biz aytayotgan baraka sababli keladigan rozilik, hayotida osoyishtalik, qalbidagi osudalik va saodat bo'lmaydi. O'ylamanglar, hamma puli ko'p odamlarni qalbi osoyishtadir. Yo'q. Qalbning osoyishtaligi, hayotning saodatli bo'lishi, kunidan rozi bo'lishlik iymoni bor mo'minda bo'ladi. Baraka shu narsalarni olib keladimi? Baraka faqat mo'min odamga beriladi. Shuning uchun qarasangiz, 10 milliard dollar puli bo'lsa, yana ishlab pul topaman deydi. Yana do'radi, endi qabrga kirib ketadi. Endi agar Alloh taologa iymon keltirgan bo'lsangiz, taqvo qilgan bo'lsangiz va barakaga erishgan bo'lsa, shu narsa sababli sizga baraka ato qilingan bo'lsa, oziga rozi bo'ladigan bo'lasiz. Rozilik bu saodatdir. Hayotidan rozi bo'lishlik bu osudalikdir. Rozi bo'lishlik bu baxtdir, birodar. Kim rozi bo'lar ekan? Iymoni bor, taqvosi bor, Alloh tomonidan barakaga ega bo'lgan odamgina rozi bo'ladi. Vaholanki insonga bir vodiy oltin berilsa, deyildi hadisda, ikkinchisini orzu qiladi. Insonning ko'zini faqatgina tuproq to'ldiradi deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bir vodiy oltin bilasizlarmi qancha bo'ladi? Banda iymonli, taqvoli bo'lsin, tamom. Uni iymoniga, taqvosiga yarasha baraka kelaveradi. Baraka bo'lish uchun iymon bilan taqvo billa bo'lish kerak ekan. Iymon bilan taqvo billa bo'lsa, ine baraka bo'lar ekan. Alloh taolo aytadi, istag'firullah. Va alloh istaqomu ala tariqati lasqaynahum ma'an ghadaqa. Albatta agar ular to'g'ri yo'lda ustuvor turganlarida, albatta biz ularni mo'l yomg'ir bilan sug'organ bo'lar edik. Mo'l yomg'ir degani, birodarlar, rizq degani, barakot degani. Ya'ni rizqini keng qilib qo'ygan bo'lar edik. Qachon yog'ar ekan bunaqa barakotli yomg'ir? Istaqomu, agar to'g'ri yo'lda, mustaqim yo'lda turishadigan bo'lsa. Agar qishloq ahllari iymon keltirganlarida va taqvo qilganlarida, biz albatta ularga osmon va yerdan barakalar eshigini ochib qo'yar edik.